Assalomu alaykum savatdoshlar. Biz navbatdagi mush rasmda ko'rsatilgan bo'yicha torbatning ko'rin yuzini bir ishlab chiqamiz. Buning uchun ozroq vaqt ketib qoldi. Ham har bir inchik nuqtalarni intayin inchik bilan diqqat qilmasak bo'lmaydi. Xo'sh, undan olsa bu rasmdagi loyihada bo'lsa üstü deb cho'ng diyoydan birini, tizimlik deb cho'ng diyoydan birini, mazmun bir deb cho'ng bir diyoydan birini, e'lon bir deb cho'ng bir diyoydan birini, mazmun 2 deb cho'ng bir diyoydan birini, e'lon 2 deb cho'ng bir diyoydan birini, osti deb cho'ng bir diyoydan birini. Shuna bo'lganda 1 2 3 4 5 6 7 dona diyoy lozim bo'lgan shunaqa. Shunamki, ham buningki mana sol o'tira o'ng deganek bu diyoylar bo'lsa, cho'ng bir diyoyniki ichidagi mazmunlar bor. Tushundingmi? Xo'sh, undan bo'lsa biz torbatni boshlab ketdik, ha? Avval torbatni üst qismini yozib olaylik. Ammo torbatning xiyat yani üstü asosiy qurilma qismiga bunga torbatning temisi CSS yani DIV CSS web box'ine. Xo'sh. Endi biz buningcha DIV'ni qurishni boshlaylik. Content Olma? Nimaga? Mazmun. Torbatni o'rtaga kelsin. Xo'sh. Endi biz butun mazmunni hammani asosiy cho'ng bir diyoyni yelasak bu vaqtda bu taqim yaxshi bo'ldi, ha? Unda bo'lsa boshlaylik, ha? Diyoy ID'si tang bu cho'ng bo'lsin, ha? Diyoy yetildi. Boshini ko'chirib chalab shidaydi. Diyoy ID'si tang üstü şuna koy. Xo'sh, bunun ichida yana DIV'ning ID'si tang tizimlik. Avvalda cho'ng DIV'ni yozib olgandan keyin uning ichiga kichik DIV'larni tarmoq DIV'larni aniq yozsak bo'ldi. Tushundingmi? Mazmun 1 avval DIV, ha? DIV ID'si tang mazmun 1. Xo'sh, asla e'lon bir shunaqa. DIV ID'si tang e'lon 1. Xo'sh, endi aslanqisi mazmun 2 bo'ladi. DIV'ning ID'si tang e'lon 2. Aslanqisi DIV'ning ID'si tang mazmun 2. Xo'sh. E'lon ma'lum qilibdi, ha? DIV ID'si tang mazmun 2. Hani bunun o'zini e'lon 2 ostida osti bog'i asli bo'lsin. Xo'sh. Shuni bilan umumiy asosiy DIV bitti. Asosiy DIV shakli bo'ldi. Endi
Her birisinin ichiga yana tarmoq diagin yozildi. İşte degandan keyin ichiga diavi ID'si tam logo. Bu torbatninki falan to'planadigan rasm mazmun keldi bu yerga. Tushundingmi? Ama ustiga. İkincisi tizimlik. Mayaga. Bu türü. Mush turgan ishga bir mush liniya yozib keltirib. Endi mazmun degan diavi. Diavi va edisdan biz buni HTML'sini ondan boshlab beramiz. Diavi'sin tan RTL, ya'ni right to left, ya'ni o'ngdan so'lga qilib bergandan keyin bu vaqtda bizni o'ngdan boshlab bersak bo'ladi. Tushundingizmi? Agarda ma'qimat bermasangiz bu vaqt so'ldan boshlab bersangiz yozsin bo'ladi. Men mazmun birinchi diavi o'ng bir bo'lsin, ha. Hamda yana diavi ID'sidan o'tira 1. Men tanab qoldi. Yana mana ostiga diavining ID'sidan sol 1'e diavining ID'si sol 1. Maksim tuttu. En aslında e'lon. Diavining ID'si tan resim 1. Aslanqısı yani bu yerga. Ma üstüdekisini küçük ekildi, ha. Maş 11'den başlap sol 1'gacha ko'chirib oldik. Ondan mazmun 2 kelgan vaqtda buni ko'chirdik. Yani 10 2 o'tir 2 sol 2 shunaqa birini yez o'tirmasaqmi. E'lon 2niga diavi ID'si tan rasm 2 buning ichida. Resim 2. Xo'sh, endi ostiniki. Ostiniki. Tizma ostini mana qildi. Torbatninki cho'ng bir torbatninki o'zida mazmun bo'lsa, yani o'ttir kelsa bu mazmun bu holatda. Mana osti qismi albash butun holatda bir rangli holatda bo'lsin. Shuna bo'lsinmi? Navsa biz ma osti deganni kesib o'rib, mayadiki cho'ng degan diaviningmi sirtiga ochib qo'yishimiz kerak mayaga. Shuna olamda buni bosh diavi bo'lgan ekan menda bo'lsin. Xo'sh, endi biz buni saqlab nega istal yuziga div CSS bir mundaj qilib qo'ygan. Shuning ichiga mana ha. Bunun beğenmesi YouTube 8 kodu. İsmi Next.html, ha. İnternet bastık. Bundan olsa bir yakarsa bu ücret kurulup oldu. İcra kanunken bu tarafından hiç kanun benesi yok. Nezmi yok, ha hazır. Hani kalan dersini kanıklayımız. Kalan dersini biz resim karta yazılı. Mouse sol 1. Mana men isim qo'ytay ma beshiga. Eshit o'tma yana. Sol 1. O'tira 1. o'ng 1. Ma resim 1. Endi mushuni qarab yozsam bo'ladi CSS. Shunami? Mana qarabsam bo'ladi-ku, resim qarab yozsam bo'ladi-ku CSS-ni. Undan bo'lsa, xatodan yana birini yechib buni metod qo'yay. Xo'sh. Endi quruq berisi. Ishchi deganning qiymati.
deganiki uning ustida nima bor? Cho'ng bor shunaqa. Uning ustida cho'ng degan bir diyavi bor. Bu diyaviniki kengligi 880 piksel olsun. Egizligi 100% otomatik holatda. Andan keyin ichidagi mazmun o'rni center o'tirdi olsun. Ana qog'inni ketib berib yozamiz, ha. Masalan, siziqlar rangi, texta rangi, o bu jarayonlarni davomlashtirib ketib berib yozamiz. Tushunarlimi? Hamda ustidagi moddiyaga qaraganda buningki kengligi 100%. 100% qani ekan, shu asosiy diyaviniki kengligi 880 piksel qo'y. 880 piksel shunaqa qarta bo'ladi. Buningki 100%. Hamda modiyavini yana bir narsa qilibdi. Azroq arloq tashlab qo'yay. Buni arloq tashlamay, ichidagi diyaviniki har bir diyaviga marjin belgilab beray, ha. Her bir diyaviga arloq belgilab beray. 100%. Egizligi 120 piksel. Yana marjinsini 10 piksel. Hozir o'rnini bilish uchun, avval o'rnini bilish uchun qaysi rangini belgilab turdi, ha. Naz balson buni saqlaydi. Buni YouTube shaklda ismini Olimjon CSS shaklda saqlab qo'ydi. Hamda mana HTML hujjatga buni ulutla. Xiyatni ustiga yozamiz olmayaga. Linux boshliq rel. Tan ya'ni bu ulanmaniki ko'rsatilishi style sheet ya'ni usul jadvaliga teng bo'ldi. Andan keyin buningki tipi tan text CSS teng bo'ldi. Yana buning ichidagi Linux ya'ni ulanmaniki manzil bo'lsa harfdan Olimjon CSS bo'ladi. Tushunarlimi? Buni saqlab qo'ydik. Endi mavjudiyatni ijro qildik. Ijro qilgandan keyin bu maya chiqdimi? Hech qanday unumi yo'q. Unda o'zal CSS nima bir tekshirib boqaylik, ha? Hem çıktı ama var. Mas CSS yani ben eskam. Body. Bu body'nin marjisini 0 piksel koytay. Bu vaqtda maya üstiga üst chiqamda, üst chiqmaydi. Sebab nima uchun? Marjin 10 bar. Marangning marjin 10 bar, yani sırt her taraf aralıq. Şunama en üst çıkdı. Ondan sonra marjin 10 jak turaversin, ha? Biz endi davomini yozaylik. Davomini resim qarab yozaveraylik. İşte anadaki tizimlik bunu aslında. Tizimlik. Bununki kengligi 100%. Egizligi 50 piksel. Arlığı bunu 10 piksel olsun. Buna rengi seyir ham o'tsin. Endi buni saqlab etdim. Endi mani ijro qilib ko'rib bu vaqtda bu maya chiqdimi? Xo'sh, yana yana bu yerda mazmun degan cho'ng bir diyavi bormi bu yerda? Men 3 ta kichik diyavi mazmun degan diyavining ichiga kirgan qo'y. Ko'rdingmi?
Mesela ma serhanlık diyavi yoki bo'lmasa ma yeshan diyan ko'rinma shu moshina ichi bu yerga mazmun 1 degandan keyin kengligi 100%, egizligi 250 piksel. Bunimi her taraf aralığı 10 piksel. Bunimi taylik rengi. Taylik rengini mandaran quturay. Beşiğe quturtazın elip. Endi ko'rib bakalım bunu. Bu maya çıktı Xo'sh. Anandan keyingisi mana rang bo'lsin, bu rang bo'lsa sos ko'k bo'ldi. Yine aslida e'lon bir bor shunaqa. E'lon birninki kengligi 100%. Egizligi 70 piksel. Marjin her taraf aralığı 10 piksel. Taylik rengi mana rangda. Ondan sonra mazmun 2 var. Men mazmun 2 mazmun 1 ko'chirib bilan maya chapladim. Yani buniki mazmun 1 mazmun 2 qilib etdim. Qayta yez olishning zarurati yo'q-ku. Yezib bo'lganiga o'xshash bo'lgan ekan, Xo'sh, endi e'lon 2 bor. Men e'lon 1ni ko'chirib, e'lon 2 chalab berdim. O'xshash daira bo'lgan ekan. Buni men e'lon 1ni 2 qilib etdim. Xo'sh, endi osti degan cho'ng diyavi bor, bu yerda. Buningki kengligi 100%. Egizligi buni egizligi 60 piksel. Buningki aralığı marjinsi yo'q bo'lsin. Mana aralık bo'lmasin bo'lardi. Yine aralık bo'lmasin bo'ladi, Taylik rengi ko'k bo'lsin. Xo'sh, endi buning ichidagi mazmuni o'rni o'tto'g'ri kelsin. Buni yetarli. Saqlab qo'ydik. Endi buni ichib ko'rib baqsak, bu vaqtda ma chiqdi mayaga. Chiqdi. Endi mayada bir masala bor. Buningki marjin topni -10 piksel qilib o'tay. Ma ostiga qiynoq ko'kaniga, uchi ko'knigini. Bu vaqtda bu ustiga chaplashsin. Hangis orliq qilib qolsin. Ma marjini botton. Ost tarafni. Yer ostini -20 qilib o'tay. -25 qilib qo'yay, 23. Yani 22. %25. Hani oldu mu? İkizlik parka kaldı ya. 100 piksel olsun. Madalyanın yüzüge. Bununkine mağaranın olsun. Onlar torbanın astı kısmı olgan ekan. Endi biz muşa her bir çoğun asası diyavininki etrafiga birden border berimiz. Yani her bir diyavininki ramkasini o'ylashtiramiz. Onun aldıda çoğun
degan yo'g'on diyoyiniki bordasini berib baqdi, ha? Mastertiki. Mush diyoydan hamiz o'ziga bir diyoy bog'i. Shuningki bordasini berib baqdi. Xo'sh. Ma chiqdimi? Chiqdi, lekin mayat masala bor hozir. Bu yer masala bor. Onda olsa. Mushu har bir cho'ng doirning o'zini kengligini sal kengroq qilsam bo'ladi. Yoki bo'lmasa 880 pikselni 950 piksel qilib qo'yay. Bu vaqtda yana ish olamda. Tang ish oldu, ha? Shuna bo'lgandan keyin 9 piksel bo'lsin. Ma cho'ngniki kengligi. Ichidagi har bir diyoyniki kengligi bo'lsa 95% qilib qo'yay, ha? Da qisqarib ketdi-ku. Bunda bo'lsa 98%, ha? Bo'ldimi? Xo'sh, 98 bo'lamdiki? 98%. Mana shundoq. Bevosdan chiqarsakmi bo'ldi, lekin araloq tashlab qo'ysak, bir qadar chiroq chiqdi, to'rbat deganda. Asliniki 100% bo'laversin. Bu cho'ng'ish bo'lmagandan keyin. Endi bo'ldimi va? Xo'sh, endi biz mushu har bir nimaning ichiga birdan diyoning ichiga endi birdan borda beramiz. Cho'ngdan bordasini berib bo'ldik. Andan keyin ma boshqa turlarning bordasini har bir diyoninki sirtining rangini endi biz shu fotojurtdan foydalanib rang tanlab berlar. Avval shu eng ustidagi diyoninki rangini bunu elitib bakın. Ondan keyin bununla rankasının rengi qandaroq bo'lsin, sal ko'kara rang asas qilib bakılı, ha. Yoki mavrani kuchaytirib buni bir diyoga o'rlashib baqilib. Mana taktikada nima buni? Bunaqay. Bo'ldimi va? Bordasini bergandan keyin yana sal boshqa chiqdi, ha? Bu vaqtda buningki kengligini 97% qilib qo'yay. Ya sal qisqa 97.5. Endi bo'ldi. Mavi rangini rangim bo'ldimi? Rangini rangini nayt sırandan şey bakayım. Mağaranda. Sırtdaki qaragan sal susroq mı o? Sırtın rengim sal susroq bo'ldi. Sırtın rengini 5.9 ya. Şuna havanda mağaz kısmı rengi C0 C0 C0. Xo'sh, endi mana har bir diyoninki materialning yo'qdir. Buning bordasi ham ma'lum berib qo'y. Hozir hammasi o'xshash berdim-ku mana. Aslida boshqasiga, ha? Endi buningki hammasining kengligi 97.5.
97,5. Endi saqlab oldim. Mana bo'ldimi? Andan keyin biz mana rasm ochiladi. Hamda biz buniki ichiga tarmoq dialoglarni tizimiz. Avval HTMLga men logoni hammasini yozib ketganmiz buni. O'ng sol o'ttirgan hammasini yozib ketganmiz. Unda bo'lsa mana shu CSS'ni bevos HP yozib beray. Üstü deganing ichiga. Üstü deganing ichiga mayaga. Üstü deganing ichiga yana logo deb bir qiymat bo'lmaydi. Buniki kengligi 100%. Egizligi 100 piksel. Tarix rengi red. Mana berib bakalım. Bu vaqtda men chiqamdi. Xo'sh, men chiqdim mayaga. Xo'sh. Ma'qul yazsin bo'ladi, ha? Meni ichidagi ma'qul deb. Tushundingizmi? Agarda meni olmasinmi bo'laverdi. Men o'sha chiqdi. Chunki bu yerda logo deb ID belgilan qiymatim faqat bir son bog'i. Yoki bo'lmasa üstü deganing ichidagi logo degan ID bergan qiymatda menda olsin bo'ladi. Tushundingizmi? Eng yaxshisi menda ishlating. Bu logo nergi logo deb o'tirmay, üstüne ichki logo deb meni oson tushuna olasiz. Tushundingizmi? Bu vaqtda sizniki ishlatishing texnik oson, texnik qulay bo'ldi. Xo'sh. Bunun ichiga endi logo degan diavini men o'rashib qo'ydik. Buningki tagil rengi 3499FF. Egizligi o'xshagan 120 piksel. Mana bo'lsin. Hamda rasm deganing ichiga men bir talasini qisib qo'yaman, mana rasmni. Buni egarlang. Üstü degan JPG rasm ekan, ha? Buni mana shu DIV'ga. Logo degan ichiga. IMG boshliq SRC tan. Mana rasmga mana. Rasm deganing ichidagi mandalman ichiga ma'qul yo'nish bo'yicha yana to'siq bo'ldi. Tushundingizmi? Ichidagi üstü degan JPG rasm. Üstü JPG. Buningki kengligi tam 860. Egizligi tam 120. Tamam yeterli. Bu vaqtda qisqa qoidalar endi to'liqlaymiz. Hozir qisqami bu? Qisqa shunaqa. Undan bo'lsa sal to'liqlab berilay, ha? Avval qisqadan to'liqlaysiz, andan keyin mana rasm sal beslik tutdi. Buni o'lchamni qilib qo'ying. 868 qilib qo'ying. Bo'ldimi? Undan bo'lsa rasmniki egizligini 120 150 qilib o'tay. Bo'ldimi? Yoki ma o'tkatdim, satr ma diavin kengaytirsak bo'ladi. 160 qilib o'tay, ya, ma'sal yana jumla qilib shunaqa 160. Ani bo'ldimi? Xo'sh. Undan bo'lsa yana mana HTML karim bo'lmaydi. CSS kirib, ilgisi 120 ni 160 qilib o'tdim. Buni 160 qilib o'tdim. Endi bo'ldimi mana? Qarsing'a bir masala bor. Bir siz chiqyaptimi? Ko'rdingizmi sizni? Üstü var mı yok mu? Üstü yok. Ondan olsa, on taraf qarang, mayda bormi? Faqat asli var shunday qo'y. Xo'sh. Ondan olsa, mal diaviningki bordersini yo'q detay, ha? Üstü degan to'layrasin. Üstündeki logoniki, bu üstü deganiki bordersini o'chirib o'tdim. Endi bo'ldimi mana?
Ha, o'ng tarafni ko'rib boq. O'ng tarafni bo'lgan bo'lsa bo'lgan bo'ldi. Ha, endi bo'pti, ha? Endi buni 100% ko'rib asli olib qaytib o'tdi. Andan keyin mayaga tizimni chiqdi. Tizimni biz mayaga ovoz yezib oldi. Çıkan tizimni ko'rdi. Baş, ber. Yumuşak detallar. Yumuşak detal. Qattiq detal. Mahsulot, mulozim, mert. Aloqalashing. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayaga. Mana qo'shib qo'yay, shuna 7 olsun. Endi buni men HTML sig'an. Men HTMLga. Tizim degan ichidagi turi shunday qo'y. Tizim degan ichidagi turi. Biz men tizim degan ichidagi turi deganga qimmat berganmi, bermaganmi? Buni qaraymiz. Lekin ma'rifim qarang. Bu rasmni qaramasangiz bir naslni bayqaysiz. Mana bundan qarang, ha? Mana resim bir ramkaniki ichida, ya'ni qo'shran ko'maydi. Biz bu rasmni strategik ma'ramga o'xshash qilib ekan. Shunaqa. Shuna bo'lgandan keyin biz bu rasmni yana azroq texnik tafsil tanishib yaparmiz. Bununki ilgiziga 180 bo'laversin. Mana 300 degandan üstündeki logoniki 160 olsun. Endi bunun ichida men logo degan dialogga sirtqi orlig'i, ya'ni marginsi 10 piksel bo'lsin. Endi balson qilyaptim, endi ko'rib boqinglar. Bu vaqtda yana masala bor, ha? Avval shu usti degandan keyin bordasini yuritay, ya. Bordasini ma berildimi? Berildi. Lekin ma resim kamera resim. Resimning kengligini mush HTMLdan 880 deganda 860 qilib saqlab yotdim. Endi buni qayta ko'rib boqamiz. Endi butma. Xo'sh, ma bo'ldi. Endi ma tizimlik keldik, ha? Tizimlikda mush tizimlikni biz ma diaynichiga turadiganicha yozamiz. Avval turadigandan keyin diaynisini ma tizimlik ichiga yozib berishim kerak qolmagan. Oyaga. Tizimlikning ichidagi turi degan diayni qiymati endi mana bu. Buningki kengligi 100%. Ma piksel nereden qo'shib qoldim? 100%. Egiziga ma tizim degan egiziga 50 ta buni 60 qilib, yo'q 70 qilib mana tizimning ichidagi tizim deganning egiziga 70 qilib shunaqa qo'y. Tizim degan cho'ng diavini, uning ichidagi diavining egizigini 50 qilib berdi qanday. Andan keyin buning marginsini 10 qilib bersam, har tarafdan normal tanishlamda endi mana bir ko'rib boqamiz, ha? Xo'sh, bu vaqtda maya ish ketdi. Unda bo'lsa, buning kengligini yana 97.5 qilib boqay, ha? Bu chiqdi mayaga. Lekin rasm buzilib ketdi.
Ondan sonra bunun kendini vermeye duray. Kendini vermesem bu iki bir yol çıktı ama var. Yine A üstteki diğer yönünki dairesi. Bak sizin türünü kaydetmeden şurada. Bunun meselesi mavi borderdi mı ya? Ya ki olmasa kendiliğini 90 kıp bakay. 91%. Bunun mesele emez. Bunun mesele üstteki diğerininki mal logosu 100% gitti. 97'den 5 ha. Endi bo'ldimi? Xo'sh. Endi men aslidagi tizimingizga turadigan mau ko'k rangli diaviningki kengligi bu 97.5 bo'lsin. Endi bo'ldi. Buning ichiga biz mazmun yozsak bo'ladi. Avval rangni tanishib olay, ha? Mana işte bunun küçüğünden bunun kim aldı CSS qa. Ma turadigandan ki tekst rengiga ekleş yapıp aldım. Marang maya chiqdi. Hamda turadigan ichiga UL ilib har bir yo'lning ichiga Li. Demek li'nin net bo'lishi kerakda. 1 2 3 4 5 6 7 bo'lishi kerak. 1 2 3 4 5 6 7. Bu birincisi bosh bat. İkincisi shaxtiyar so'fet. Üçüncüsü yumshoq detal. Dördüncüsü qattiq detal. Beşincisi mesulat, altıncısı mülazimet, yettincisi aloqalashgan bo'ldi. Endi buni mu pauzani qilyaptim. Endi qolgan ish nega ketdi? Nega qoldi? Sesiz qoldi. Sesiz qoldi, ha? Undan bo'lsa, endi diqqatda sesiz endi yana yozamiz. Qudrat bazasi tizimi degan ishidiki, turi degan ishidiki UL'ninki ichkarlik 0 piksel bo'lsin. Yani buni mana shu qiladi. Andan keyin yana tizimning ichidagi turadigan ichidagi UL'ning ichidagi li mau. Tushundingizmi? Arliq bo'sh qo'ymaymiz. Paloniki bugun bo'lgan arliq bo'sh qo'ymaymiz. Tushundingizmi? Endi bo'shliq, tirnoq ochliq. Internet bo'lsa pastga. Bununki her bir liniki kengligi hozircha 100 piksel qilib turadi, ya. Tanishmagan sabit tanishamiz. Egiziga 50 piksel bo'lsin. Endi mazmun, ya'ni xat yozilgan doiraning egiziga bu 50 bo'lsin, ha? Bo'lmasa xat ya üstüge asıl çık oldu. Anamdan keyin bununki mal lininki 5'e her bir abzat qo'yilib çekip bunu yo'qtimiz. Display qiymatini blok. Avval mani mushbeti bir ijro qilamiz, ha? Man ko'ramani. Tushundingizmi? Bizning mushini tanishamiz. Displayni blok qilib yotdik. Bu vaqtda qaramasa AB yo'qdimi? Andan keyin har bir liniki tayyor rangi serif tutsunma. Bo'ldimi bu? Xo'sh, andan keyin mayaga liniki tizilishni, slotni
Right, mana qilib berdi. Man bersak andan keyin bir qo'l tuzandi mana bu. Xo'sh, endi buningki arliq meselesi var. Ma üst arliq, bu arliqlar, ha? Bütün liniki mercan top. Bu minus 10. Ya minus 20 piksel olsun. Üstü çıktı mı? Eşik yaptık o. Ondan olsa minus 18 he? 15 kırk bakayım. 15 16 Oldu mu? Endi her bir lininki arliq meselesi var. Mercin lif sol taraf arlığını vereyim. Manime on tarafı çizdim. Ma flap. Ondan başlandı mı? Endi ma mercin right tepesem ondan başlandı arliq tepesem ma 5 ma orunma arliq koydu. Şu an bununki soldan başlayıp arliq kalsın. Şuna olsun mu? Onda olsa flap ne? Yine ma mercin lif ne? 10 eksik kıtladım. Ma buldu mu? Onda olsa yine yok, ma'u müşrik bolsun, arliq. Arliq müşrik bolsun. Her bir linin kendigini belirtib berdi. Her bir linin kendigini. 100 tuğun. Umumi 100'ni 110 qilib qo'yay, 110. Az qilib turib 110 2. Ondan 115. Şükürler. Ondan 114. 13. 12. Bu yerdeki mesele bana sol tarafını arıq taşıp etken. Şuanız mı? Sol tarafını arıq taşıp etken. Hem de ben mani 13 qilib beray. 13 qilib berdim. Qolg'ini ne? Ma yo'log'i ma ichida. Yo'lniki haddan left qismini minus 10 piksel qilib beray. Ondan olsa minus 30 piksel baksın. Bu vaqtda yana hech qanday bir adis yo'q, shunaqa adis yo'q. Ondan sonra bunu qanday alqishimiz kerak? Ma o'ng tarafdan bersak, bu vaqtda mayda ketib qoldi. Yo'q. Ma'ni men bundan chiqaray. Buni leftdan boshlab, right. O'ng tarafdan boshlab bandiraman mana. O'ng tarafdan boshlab mangdudim. Andan keyin ma turininki paddansiga. Yo'qmi, linin marjinsiga, ha? Marjin right qismini minus 20 piksel qilib berdim. Ma yurishimda mushni tatlasak bo'ldi, ha? Minus 10. Undan olsa yine azar qilib qoladi edi. Yo'q, 9. Bo'ldimi? Ma kengligimiz bor, ma kengligini, lenin kengligini 113 tuğun. 113 tuğun, ondan 5 qilib beray. Endi ma o'lchanlik bo'ldimi? Xo'sh. Endi karam o'lchanlik bo'ldimi, ha? Qolg'ini yana qanday qilibmiz? Mana mayga ko'chirib oldim, ha? Tizimning ichiga turining ichiga yo'lning ichiga li. Buningki oversini beray endi. – 1
Qo'yversa. Tagi rangi. Red. Qatna rangi. Oppoq bo'lsin. Bundan olsam her bir turga mouse niye kapağının keyin o'zgarsa mi bu? O'zgardimi? Xo'sh, chiroq chiqdimi bu? Ana bosgandan keyin o'zgartdilar. Yana mayda-mayda ko'chirib oldik. Buniki aktiv qiymatini yana mashina mouse'ni birini chakkandan keyin o'zgargan qiymatini. Buni rangini tayli rangini qanday qilib qilsak ular? Tayli rangi. Ma'lumot bo'lsin. Qatna rangi. Red qip-qizil bo'lsin bu vaqtda. Hozir men mouse yig'ib olganimdan bo'ldi. Başkanlık hiç özgürlüğü yok mu? Mağazınca kapatsak mağaz tek kızıl hat ak. Hem de başkanlık için rengi mayadan sıra bir kök halat var. Kök renk. Açtan su olsun. Anonun kiyen hatının rengi kızıl olsun. Bu vakit mesela var. Tehdite. Ben her pay bırakılmaya. Qatnaran o'zgarib turdi, lekin men o'zgarmabdi. O'tma. Andan keyin bu yerga qaramizlar, rasm qaraylik. Rasm qaraydigan bo'lsak, uchinchi bosqich, ostinqi uchinchi cho'ng diyaga keldi. Mazmun. Mazmunniki 1, 2, 3 ta kichik tarmoq diyagiz bor-ku. Xo'sh, endi biz eshitmani ochadigan bo'lsak, bu yerda 11, o'ttir bir, sol bir bog'i mushlarni o'rlashtiramiz endi. Mushlarni o'rlashtiramiz. Bu mush mazmun 1 ni ostiga kelsin. Mazmun 1 ni ichiga. Mazmun 1 ninki ichidagi 11 ninki kamiga. Umumiy kamlik 9, mesela 850 kun bo'lgan 9 bo'lsa 3 ga bo'lsak 300 ni bo'ladi, 250 ni bilib boqay-a. Hozircha 270 ni bilay. Egizligini 220. Avval tayt ham yuritay. Tayt rangi. Mana rang bo'lsin. Bo'lmay chiqdi shunaqa. Lekin buni bir narsa kam oldim. Marjindan kam hozir. Shunama? Marjin deb 15 berasan bu vaqtda bizning ishimiz xato bo'ldi. Masalan qarang. Ma joy keldi, ma o'ng taraf bilan ustda. O'ng taraf bilan ustda joy keldi. Endi ostini to'g'rilab olsak bo'ladi. 220 230 qilib olsak, bu yer keladi. 250 dan ustidan osti 10 dan chiqarsa 20. Keldimi bu? Endi biz buni o'zini ko'chirib 1 2 3 ma 11 ma o'ttir 1 ma sol 1. Hozir bunda masala bor hozir. Flot yo'q shunaqa. Mana qilib berdik. Flot bo'lmagan shon bir qurib chiqib oldi. Endi bu yer masala nima emas ekan? Bu yer masala men qaranglar. Men usti orliq, o'ng taraf orliq, sol taraf orliq joyda. Lekin men har bir ikki diyaning orliq joyda emas. Shuning uchun biz buning marjinsini bevosita marjinda bermay. Marjinda bermay. Marjin
top deb 10 peksi beryaptik. Yana margin right deb yana 10 peksi beryaptik. Lekin men keyindan hech qanaqa ta'zir etmaysan. Biz men margin manimcha olib berdim. Manimcha olib berdim, ha? Endi ko'rib boqamiz. Endi men qaratan shadimi? Endi har bir diyaviniki kengligini 270 qildikmi? Shu endi biz tanishsak bo'ladi-ku endi. Yo'qsa marjinni bersak, o'ng taraf, sol taraf, ust osti hammadan tanishamiz. Shundan o'ng tarafga mana birinchi diyavini o'lchami chiqqan. Ikkinchi diyaviniki atrofi, uchinchi diyavining o'ng tarafi ham birinchi diyavining oxirisi o'lchami chiqmadi. Kengini chiqadi. Bayardan qadar. Tushundingmi? Endi har bir diyaviniki kengligini 270 ni 280, mana 280, mana 280 qilib berdim, ha. Buni saqlab etdik. Andan keyin qarag'imsak bu qanday bo'ldi? Sal eshki qilib qoldimi, ha? Azar eshki qilib qopti. Undan bo'lsa 78, 278. Qisqib qoldi endi. 79. Bu 78 bo'laversin. Satır biz border versak atmay qoldi. Bunun bordersini beribdilar hozirni o'zida, ha? Bekarini ma yerima samsa mayada. Ayda birlama borderni bergan ot buzib ketibcha. Bordersninki maran qanday rangda men kechib olay. Bir piksel sizin şekli solid normal holatda rangi manda olsun. Bunu hem de küçük oldum. Hani bunu asla yazsam bo'ladi, lekin ma background bilan bir yerga yetib qo'ymayman, ma ranvayaga. Asla taqul bo'lish uchun. Xo'sh. Unda olsa buni 270 yetaq qo'yay, ha. Agar kichik qolsa ama bo'ldi, ha. Endi ichki rangini elitma. İçki ranginin hech qanday foydasi yo'q. Buni ular ichiniga rang vermayman. Mushu diyavini hozir, bugun biz sözgen dersini biz sözgen ders o'zini o'zlash ma'nosini 5 chap torba chiqadi. Ma'nosizdan boshqa chiqlay. Ma'ran bo'lsin. Ma ilan üzerinde tutma önde. Ha bu. Hiçbir şey yok, ha. Elten şapasık oldu. Hoş. Endi qildığımız qandan esa, qildığımız forbat texmin chiroyli qilish. Forbatni texmin chiroyli qilish. Unda bo'lsa bütün diyavininki bordersi en üstü bir detay. Ma bodin astıgan. Bağlı diyavininki border radyosu 5 piksel blok yapsın. İgildi mi? Bunda 10 piksel para ya mani boşup kalgan bolsa. İgildi mi? İgildi, lekin mal lidi mesel ko'rildi, shunaqa. Mal liniki mayaqasini mesel ko'rdi-ku. Unda bo'lsa, buni qanday qilishimiz kerak? Lini ikib beramdoq. Lini emas, tizimning ichidagi, turilgan ichidagi yo'lning ichidagi li mana shumi? Buni bordersini beribdilar. Border radiosini. Ma bo'ldimi? Xo'sh, endi e'lon keldik, ha, aralash e'lon rasmga. E'lon kelgan bo'lsak, e'lonning nima bor mayada? Rasm 1 shunaqa. Rasm 1.
Mazmun 1. E'lon 1. E'lon 1'ning ichiga nima ekan? E'lon 1'ning ichidagi rasm 1 g'ona u. Rasm 1'ninki. Mana bo'lsa bo'lmaydi, ha? ID kelgan ekan. Rasm 1'ninki. Kengligi 97 butun. Ondan 5 piksel. Ana o'sha qara, ya. Avval biz mana qanday o'ylashdik? Logo qon. Buni 97 ondan 5. Mana shu. 97 ondan 5 %. Bunun egizligi 70 da. Yıllar resimdeki. 100 qilib o'tay, ya, bak kichik qilibdi. Unda olsa bununki ichidagi diğerininki egizligi 80 piksel bo'lsin. Ananınki bunun marginsi her taraf aralığı 10 piksel. Bordersi. Bordersi. Bir piksel olur. Maram ipray. Yani A8 C2 C6. Bundan sonra mağançı qaraymiz. Maya çıktı şuna koy. Ananınkini astı. Astıga qaradan olsak, buna üstü o'xshashmi? O'xshash. Avvalma üstüne azroq bir mazmun yezib qo'ydim anaga, ha? Üstü tak bitmedi mi o? Bunu tüküz için qanday qilamiz? Tüküzishimiz kerak. Masalan, bu yerda eng yangi mazmunlar, tavsiya mazmunlar, masalan falon turlar demak mavzu bo'ldi u yerda. Shunaqa. Buni avval üstü 10'dan başlayla. Üstü 10'dan başlayla. Endi ma diğerin yüzde üstü 10 olmuşuma. Mazmun birinci olmuşuğa. Bunun içiga mi hazır? H3. H3. Bunu var. En yeni mazmunlara bir yazalım, ha? Ananınki bununki H3'te ben siyasiz yazmayayım anaga. Ma üst 10'unchiga. Onu astığa. Mazmun 1'ning ichidagi 11'ning ichidagi H3 buniki kengligi 100%. Yüzüge 30 piksel. Her rengi. Mana rang bo'lsin. Text buniki o'rni o'ttirib bo'lsin. Border radius bu jumla kelsin, ha? Endi tirnoq yetadi. Endi qaraymisak maya qaranglar, ha? Nima chiqdimi? Xo'sh, bu chiqdi. Lekin buningki margin, top marginsi bor. Top marginsi belirli. Margin top ne? 0. Chiqadi, ha? Maya chiqdimi? Xo'sh, ananınkin bu yerda inchki zilbanasi bor. Mana qarang, inchki zilbanasi bor. Buniki border yozuvchi 9 olsun. Endi keldi. Lekin mau 11ninki qaddingisini bir qilib beray.
qaddingizni bir qilib bersam bu vaqtda ma siz bilan ma 11 degan ma siz bilan mavi H3 niki orlig'i ma orliq taxmin chiroyli chiqadi. Masalan, ma qara, ha? 11 niki qaddini 1 qilib berdim. Bo'ldimi? Odatda turbatda bunda o'zi taxmin chiroyli chiqilmaydi. Anamniki H3 niki egizligi 30. Bu pakal qilib egizligini 40 qildim. Ana ma xat qarsan xatsa ustiga chiqib shunaqa. Buni qanday o'xshayman? Al liniyani egizligini 40 qilib berishim kerak. Men mazmun kelgan liniyani egizligini bu egizligini 40 piksel qilib berishim kerak. Endi bo'ldimi bu? Xo'sh, anamdan keyin bu yana rangi sal qanaqa ketdimi? Qanaqa ketgan bo'lsa, men 7 ni 5 qilib beray, ya. Yo'q, 7 ni 5 qilib beraman, 7 ni 9. Endi nima bo'ldimi? Buluşuğa bo'pti, lekin bir masala turdi bunda. Ma H3 niki o'ng taraf orlig'ini 1 piksel qilib bersam bo'ldi ekan. Margin rightni 1 piksel. Bunda olsa 4.5 piksel. Bunu beğenmey. Torbadan küçük alıp gördü, ha? Nima astı kısmı nima yani? Bu dairni biz taxmincha qarab cho'ngroq qilishimiz kerak ekan. O'ngning egizligi 230 ta. Buni 230 ni 280 qilib o'tay. O'ttirning egizligi nima? 280. Solning egizligi nima? 280 shunaqa. Solning egizligini. Hamda mayadagi ramkaning ismi mazmun 1 ning egizligini 280 deb 300 qilib beray. Bunu 300 qilib bersam, ayet H shu ayada. H3 ning egizligi 40. Shuna buni 340 qilib beray. Bu yerda Maudiyaninki kamligi. Yo'q, 10 mingga buzib ketdi, ha? Bunu 280 to'layversa, mayada bor. 300. Ani bildimmi va? 335 qilay. 305. Ma'arliq tanishlasın. Ma HR'ni boshqasi qistsam, boshqasini shunaqa sig'dildi. Hamda HR'ni boshqasi qistirma. Yo'q, H3ni. Uni H3ni olsa yana qistirgan mazmun bo'lmaydi. Bastırın. ER. ER. Yeni mezmunlar BR mani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu yakacak iş getirmeyedi. Bu iş getir bunun üzerine
Bunun özüne. Sizlarga o'tmagan bir narsa var, bir S pen deb. S pen. Endi diya yo'q. S penninki yine üstü 10'un içinde. Üstü 10 3 maşa yaz para endi. Mazmun 1'ning ichidagi 10'ning ichidagi S penninki qimmatim ma'lum. Buning ichidagi tekstniki o'rni 10'dan başlansın. Margin top 0 olsun. Sana hipetim. Bu vaqtda bu bir kuch eg bo'ldimi? Bo'lmadi. Mazmun 1-dagi 10-dagi S pen. Unda olsa bunu diğer yüz yetirli. Yine küçük olmadı ya. Qattiq bo'lmay qilib qolsa, buni bir aljindan mana ichiga yana bo'lmoqchi P xo'sh. Endi mal CSS'da bu ismin o'rnini P'ni ilib o'tay. Anikin CSS'niki o'zini margin topni 0 piksel. Üstü artık bayağı yedi. Yaygınsa minus 20 piksel. Yavaşta ya ki 50 piksel bakay. Bu hafta bu pir işlemede bu yer mazmunniki asıl şükür hatalık nerede? Ma H3'niki bunun marginsi 0. Man 3 yutdim. Xo'sh. Unda bo'lsa bu marginsi joyida taqilgan 10 deganniki paddingsi 1 minus 3. Ma eşitler için yana bo'lmay qoldi ha. Shuning uchun mani bermay turay. Qolgan nima shu? 10 degan deyayini, ma 10 degan deyayini. 280 qo'yma bu. Buni 100 qilibdi. Bu 300. Bunun içinde yine üstüde mazmun degan diagoni olsa 325 qilibdi. Mana bo'ldi. Hamda diagnostik mazmunlarni ma 3dan boshlab mana kecha ko'chirib oldik ha. Buni o'ttiradiganmi chaplab berdik. Bu nadir mazmunlar. Soruyorsunuz nadir mazmunlar. Ben küçük aldım. Onu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu küçük aldım.
Hoş. Buni ma o'rin kecha. Kechirib, ishik mazmunni. Solda bir diyor yo'maydi. Bunun için tashlab berdim. Bunun için mi? Tavsiye mazmun bo'lsin, ha? Tavsiye mazmunlar. To'g'ri bekitimizniki. Tavsiye mazmunlar. Mani ko'chirib oldim. Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunu inşallah verdim. Ondan sonra bunu qaraymiz. Manınki başqa malın yeni başqa göründü o. Çünkü men qağıllarınki CSS'da qiymat bağım yok mu? Qiymat yok CSS'da. Manınki nima? O'zgarib qo'yay, ya. To'g'ri bekitimizniki. Ben ko'chirib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi CSS'ga mush shuni bo'lsa, maydan maygacha ko'chirdim. Bu o'ttiradigan ostiga 11 ni o'ttira bir. Sol birning ostiga bunimi sol birda yozyapti. Mal chiqdi mayaga. Lekin masala bor. Andak oq rangga biz etmagan, ha? Buni o'ttiribdi. O'ttira deganninki marginsi. Avvalma 10ninki marginini ko'rib boqay, ha? 10ninki padansi 1. Endi solninki mi? Bunun padansi 1. Xo'sh. Anima diyaning kanini qarasak, mayasal eshik chiqib qolgan. Egiziga mayama maskamagan shunaqa. Endi mush doiralarni biz azroq kontrol qilmasak bo'lmaydi. Kontrol qilmasak bo'lmaydi. Demak, kanligi 277. 277 ni taxminan 275 dan qilib beray. Solniki nima shu? Sol birniki. O'ttir birning kanligini 275. 11 degan moddiyaning 275. 11 ning egiziga 300, o'ttir birning egiziga bunim 300 qo'yib o'tay, ya, shoma kalt kelib qolgan. Sol birnimi 300 qo'yib o'tay. Buni saqlab oldim. Endi qarayolmasak, normal chiqdimi? Normal chiqdi. Endi masala mayabak chaplashib qolgan shundaqmi? Mayabak chaplashib qolgan. Bo'shurun qo'ysaqmi bo'ladi? Buni bo'shurun qo'ymizsak o'ltamay, CSS'lar mal qilsak bo'lamdi degan vaqtda buni bir o'ylashib boqaylik, ha? Avvalma 11nikini. Mazmun 1ning ichidagi 11ning ichidagi P2. P2. Margin bayt oblig'ini 30 piksel bir paqay. Bo'lamdiki, hal qilg'ili. Xo'sh, biz buni P2ga elayotgan-ku bayatim. Navsa buni 15 bo'lsin, ha? Endi bo'ldimi? Endi buni ko'chirib oldim. Ko'chirib olgandan keyin buni o'ttirgan ostiga, mana ustini o'ttira bir deb o'zgartamiz, ha? O'tirdim bag'mi P? Mana solg'im buni o'zgartamiz. Sol berdi. Hammasi o'zgardimi? Xo'sh, o'zgardi. Anondan keyin men e'lon qismi mayaga boshqa mazmunlar yazsam bo'ladi. Men asta qarang endi.
Ma asli diyavininki bu jumla chiqibdi. Bu jumla chiqmasin. Bu diyavi jumla chiqmasin, ha? Ma diyavi. Buni biz jumla chiqmasin deb qanaqa qilamiz? Mush navbatki diyavin o'ziga bordiz nol qo'ysak bo'ladi shunaqa. Asli degan diyavininki burada radius nol peshlik qilib bersak bu vaqtda jumla chiqmaydi. Bo'ldimi? Endi batning taktiga. Batning taktiga. Qarab boqlayya. Buna og'dak maskaga rasmlar bormi yo'qmi? Batning taktiga ma'risini oladi. Taglik yer resmi umum batning taktiga. Bodiniki backgroundga URL deb elib, tırnaq içib, tırnaq ichiga rasm otasini beramiz. Rasm degan mundagidagi taglik yer degan rasm shu al. Chiqdimi bu? Xo'sh. Endi bu yerda yana bir masala bor hozir. Ma diyaviniki, diyavi degan yuzga barliq diyaviniki taglik rangi oq bo'lsin. Bo'ldimi? Endi biz ma bazı sirga vaqtda masterdagi ma naqsh ma'summi, ma'musimi? Ma'sa ko'zni imirishni qo'yadi ekan. Ma'musini shuna qo'y. Onda olsa, mushimo keyingi rasm ma qo'sh, ma'lum chiktinki ichiga material sirtiga maqamat bersak bo'ladi, ha? Mana. Endi ma'luma? Xo'sh. Hamda yana bir savol qo'yib qo'ygan. Ma'ni qo'yib berli, ha? Bu main degan desam. Main big. Buni asti deganiki backgroundga. Mayaga. Marenkon jutib URL deb yozib ichiga rasm degan ichidagi main basic jpg May chiqdimi bu? Mana naqshamay nima bu? Andan keyin yana andan keyin mavu yerda cho'nib bir diyavi bor shunaqa. Cho'nin degan bir diyavininki takta rangini biz boshqacha rang qilib qo'yaylik, ha? Cho'n degan diyavining takta rangi mana berib qo'ying. Endi buni cho'n deganning taktiga bu yerga tutadi. Buni siziq kuchidimi? Shuna qildi. Mana bo'lsin. Mana chiqdimi bu? Yagun qap-qora bo'lmoqchi. Tak bo'lmaydi ekan, ha? Mavchi. Mana qilib qo'y bo'lmasa. Ma bordasima 250 Ma diyaviniki
tek rengini ama ismini o'zgartirib qo'ysam bo'ladimi meniki? Meniki ko'rmaydi bu, ha, chiqmaydi. O vaqtda boshqa diyavilar yomon bir buzib ketdi, qalin qilib ketdi. Border bir piksel solid rengi. Mana rangda. Buni elib bersam bütün diğerinin kendini tengsizdan bo'ldi. Tushundingmi? Endi mana shunda 11, o'ttir bir, sol bir deganak. Mana diyavilanga hozir bir ish qo'shmayman hozir. Avval mazmun birninki takta rengi. Maran bo'lsin. Qanaqa ketdi mana bu? Maran bo'lsin. Endi mana ishini rengi. Mana rang bo'lsin. Yani 11'ninki taylik rengi, ha? Maranda. 30'nun taylik rengi. Ma bo'lsin. Solning ma? Taylik rengi ma bo'lsin. Bo'ldimi va? Xo'sh, buni biz yana mana qilamiz. Kana 11. Mazmun 1-ninki 11-ninki mazmun 11-ninki taylik rengi mana bo'lsin. Buni ko'chirib oldim. Oq bo'lsin, ha? Buning qo'yversinki. Mouse'ni yig'ib olgan galat. O'ttirning ostiga kelib endi. Ma o'ttir bir. Ma solning ostiga kelib, mouse sol bir. Men saqlab yotdim. Mana ko'ramda, ha? Bo'ldimi? Ana torbatlarga kelgan vaqtda mashallah chiqdi o'rang o'zgarib. Mana shuni texnikchilar qildi. Men mouse'ni yiqib vaqtda o'zgardan qildi. Lekin maqatlarning faqat bo'lmagan. Xuddi shu ko'zdan yaga bir to'pning ustiga shu chivin chiqib qo'ygan ekan. Undan olsa, mush pi yo'q, bu pi emas. Hech shug'ulmi bu? Avval 10dan boshla, ya? 10ninki, 3ninki. To'lursa. Oxiran bo'lsin. Oxiran bo'lamdiki? Buni ko'chirdim. Men o'ttiranimni H3ga. Buni o'rlashtirdim. Solnimni H3ga. Buni o'rlashtirdim. Bo'ldimi? Xo'sh. Endi qilib qolma asl qismlari mana o'rlashtirsa bo'ladi-ku. Endi taktik qararga bo'lsak, taktik qismiga ostimi shug'mi ya? Bu yerga. Temiz mana bu. Olmayaga bir PR'ni qo'ymsam bo'lmaydi, ha? Osti degan diaviniki. Endi CSS'da osti degan diaviniki qatna rangini oppoq holatda qilib o'tay. Bu vaqt mana chiqib oldimi?
Endi bunun özüne Mao HTML özge bir UL işi elettim. Bir UL'ni işi elettim. Endi muşu sizin yüz olsa Aslı diyen diğer yönünki UL'sininki mercen top aralığını 30 piksel bırak. Mafes düştü, lekin bunun teknik kısmını bile taşıp gidip kaldım hali. UL anda olsa onda o zaman ben UL'nin içi almay aslı diyenin ki kadın kısmı besen buldu. Kadınısının 20 piksel bırak ya. Oldu mu? Onda 100 de 180 bırak. Endi market cıqaraq aralashasında mağırlıq. Şuna bir aramay bunu piyalaya manağa. Onlara en buldu mu hava? Hoş. Endi forbat degenden müştariyan işlep alsaq buldu. Müştari işlep gül çıkarıp ot çıkarıp ot aldırıp asman uçup işlep sanı buldu. Ma bugün ders tushunish bo'ladimi? Qaysini deysiz? Mesela tavsiye etgan ma birazini demsiz. Bir necha paj resimni almashib chiqadigan bunuga ayrim JS o'rnimish etamiz. Buni kelib so'zlaymiz. Mush DIY qismi, bugun DIY'dan paydan to'rbasiz chiqishning eng og'ir qismi. Endi kelib boshlab asosan unim hammasi.